Surxondaryoda havoning chang bo'lib ketganligi sababli atmosfera tozaligini saqlash ishlari kuchaytirildi. Yurtimizda so'nggi haftalarda kuzatilgan chang miqdorining oshishi fonida Surxondaryoda atmosfera sifatini yaxshilash bo'yicha amaliy choralar ko'rilmoqda. Mutaxassislarning qayd etishicha, ayrim hududlarda havodagi chang zarralari odatiy me'yorlardan 20-30% ga oshgan. Bu esa nafaqat ko'rish masofani qisqartiradi, balki aholi salomatligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli viloyatning barcha tumanlarida faol sug'orish va changni bosish tadbirlari kuchaytirildi. Transport harakati ko'p yo'llarda muntazam suv sepish yo'lga qo'yildi. Yashil hududlar va yo'l bo'yi ko'kalamzor maydonlari doimiy sug'orib turilmoqda. Ushbu choralar natijasida havodagi mayda dispers zarrachalar miqdorini kamaytirish, transportdan chiqayotgan zararli moddalar ta'sirini pasaytirish hamda aholining nafas olish salomatligini himoya qilish maqsad qilingan. Ekologlar fikricha, bunday profilaktik ishlar muntazam davom etsa, havoning sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Sizningcha ushbu usul qanchalik yordam beradi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryo haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanaliga obuna bo'ling.